Su anasımı, rusalkımı? Qaysisi ko'proq sтерва? Mening fikrimcha, to'xtag'iz, o'z fikrimni so'ngroq aytaman. Faktlardan boshlaylik. Sog'larmisiz? Bu H kanali. Mening ismim Lenar, men Moskvada yashovchi Totar yigiti. Totar mifologiyasi ham akiyatlari to'g'risida so'ylashib olaylik hali. Kim u Su anasi? To'qay bobomiz uni qo'rqinch xotin etib suratlagan. Qo'lida oltin torog'i da bor. Pensiya yoshidagi boy bisha demak. Ali tag'in narsadan hali sklerozdan intigan. Ana ish To'qay akiyatida torog'ini unutib qoldirgan bet bosmada. Ochiq ovuz bo'lib yurmaylar u. Kim ul rusalka? Xotin qiz gavdali ham baliq quyruqli jon egasi. Bizga ul Gans Christian Andersen akiyat orqali tanish. To'qayniqidan ayirmali bo'laroq bunisi yosh, shibar ham g'oshiq bo'lishgan. Su anasi bilan rusalka orasida bir zo'r o'rtaqlik bor. Ikkisi de yigitlar ortidan shoba. Lekin Su anasi tariqni qaytarib, ya'ni g'adillik izlab, rusalkani muhabbat hissi yirta. Ul kishiga irzotini g'oshiq bo'ladi. Ham bularning ikkisidan qaysisi ko'proq sterva deb o'ylaysiz? Mening fikrimcha, rusalочка. Irat rusalni nechik deb ataylarmi ekan? Rusalmi? Qisqasi, rusalочка rusallar bilangina qanaqat bo'lmaycha, yerda yashovchi yerlarga ko'z ota. Yer deb boshini yo'g'alta hatto. Xatirlaysizmi? Menga quyruq kerakmi? Menga oyoqlar kerak deb sehrchiga tovshin sotib beradi. Bu ishroqda diagnoz bir rusalka. Ozg'in. Ozg'inning ruschasi nechik bo'ladi? Razvratmi? Ozg'in qizlar sтервозный da bo'ladi. Sтервозный tatarcha nechik? Durust, shavshalak. Shavshalak rusal. Totar akiyatlari ham miflaridan tag'in kimlarni tekshirdik? Variantlaringizni yozing'iz, yami?